O'zbekiston kredit axborot tarmog'i Yukin web portaliga xush kelibsiz. Kredit axborot tahliliy markazi kredit byurosining SMS xabarnoma va friz xizmatlaridan foydalanish uchun birinchi navbatda foydalanuvchi kelishuvi bilan tanishish lozim. Keyingi qadamda subyekt turini tanlaysiz. OneID yagona identifikatsiya tizimi orqali ro'yxatdan o'tiladi yoki ilgari ro'yxatdan o'tilgan bo'lsa, login va parol orqali Yukin web portaliga kiriladi. Avtorizatsiyadan so'ng sizga qulay bo'lgan tilni tanlab, SMS xabarnoma bo'limiga o'ting. Uyali telefon raqamingizni kiriting va ulanish tugmasini bosing. Sizga SMS kod keladi. Yuborilgan SMS kodni kiriting va tasdiqlash tugmasini bosing. SMS xabarnoma muvaffaqiyatli ulangandan so'ng, sizga mazkur xizmatni faollashtirishingiz bo'yicha SMS xabar yuboriladi. So'ngra friz xizmati bo'limiga o'ting. Friz xizmatini tanlang va yoqish tugmasini bosing. Tabriklaymiz! Siz Yukin portali orqali SMS xabarnoma va friz xizmatlarini faollashtirdingiz. Xizmat muvaffaqiyatli ulangandan so'ng, ushbu xizmat faollashtirilgani bo'yicha ham sizga SMS xabar yuboriladi. E'tiboringiz uchun rahmat!